Tefsiri Müyesser. Tevbe suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Medine ahalisi ve ularning atrofidagi sahrolik arablarning Rasululloh bilan birga jihadga chiqishdan qayb qilishi, Allohning payg'ambari jafo mushaqqat cheksa, ularning o'zlarining rohat farog'ati bilan bo'lib ketishi qat'iy to'g'ri emas. Bu shuning uchunki, ular Allohning yo'lida jihadga chiqish jarayonida beshig'i kelgan ussizlik, ochlik qatorliq jafo mushaqqatlari ularning kofirlarni parishon qiladigan har bir qadami, dushmanlarni yengib qozongan har bir g'albis uchun ularga yaxshi amalning savobi yeziladi. Sheksizki Alloh o'zining amr farmonlarini o'rindashga oldiraydigan, uning haqqini ado qiladigan va maxluqotning haq huquqlariga rioya qiladigan kishilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Ularning Allah yo'lida mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin sarf qilgan har bir narsasiga va payg'ambar alayhissalom bilan bir safda turib jihad uchun bosgan har bir qadamiga savob yezib qo'yiladi. Allah ularni qilgan yaxshi amallar uchun eng izil mukofotlar bilan mukofotlaydi. Mu'minlarning hammasining jihaddan qayb qilishi to'g'ri bo'lmagandek, ularning hammasining jihadga chiqishimi to'g'ri emas. Ularning har bir jamoasidan bir turkumi jihadga chiqsa, qolganlari diniy ilmlarni mukammal o'rgansa bo'lmaydi. Diniy ilmlarni o'rganganlar jihadga chiqqanlar qaytib kelgandan keyin ularning Allohning azobidan saqlanish uchun o'rganganlarni ularga o'rgatsa yaxshi emasmi? Ey Allohga iymon etgan va uning payg'ambariga ergashgan kishilar, kofirlar bilan urushni ularning islom diyoriga yaqin joydagilari bilan urushishdan boshlanglar. Ular sizlardan qattiq qo'lliqni va kuch-quvvatni ko'rsin. Bilinglarki, Alloh cho'qim taqvodorlar bilan billadir. Ularni qo'llaydi va ularga yordam beradi. Allah payg'ambar alayhissalomga Qur'on suralaridan qandoqli bir surani nozil qilsa, ba'zi munofiqlar o surani masxara qilib, bu sura qaysinglarning iymonini kuchaytiribdi deydi. Allohga va Allohning payg'ambariga iymon keltirgan mu'minlarga kelsak, nozil qilingan har bir sura ularning iymonini ziyoda qildi. Ular har bir suraning ma'nosini bilib, ustida tafakkur qilib, haq ekanligiga e'tiqod qilib va mazmuniga amal qilib bo'lganlikdan bu suralar ularning iymonini texmo kuchaytirdi. Ular Alloh ato qilgan iymon va chin e'tiqod bilan so'yinib ketadi. Allohning diniga qarata dillarda shak va gumon bor kishilarga kelsak, nozil qilingan har bir sura ularning munofiqligiga munofiqlik, shak shubhisiga shak shubhi qo'shdi. Ular Allohni va uning oyatlarini inkor qilib, kofir beti o'ldi. O munofiqlar Allohning ularni har yili bir yoki ikki qatim ochliq va qahatchilik bilan ularning munofiqligini fosh qilish bilan sinaydiganligini bilmabdi. Ahvol shundoq tursa-mu, ular o'zlarining kofirligidan va munofiqligidan tavba qilmaydi. Allohning haq ekanligiga dalolat qiladigan alomatlar ustida tafakkur qilmaydi. Munofiqlarning aybini ochadigan biror sura nozil qilinsa, ular bu surani inkor qilganlikdan va qattiq nafratlanganlikdan bir-biriga qarshi ko'z qisishadi. Ondan Muhammadning majlisidan turib ketsanglar, sizlarni biri ko'rib qolami deyishidi. Agar ularni ko'rgan biri bo'lmasa, ular payg'ambar alayhissalomning majlisidan ayrilib, darhol tikib etadi. Ular haqiqatni tushunmaydigan qavm bo'lganligi uchun Allah ularning dillarini iymondan burvatdi. Ey insonlar, sizlarga
o'zinglarning qavmidan bo'lgan bir payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar onunğa ig'ir keladi. O sizlarning iymoninglarga va ahvolinglarning yaxshilanishiga bekmo herisdir. Müminlarga nihoyat shafqatlikdir, nihoyat kuyimchandir. Ey payg'ambar, agar mushriklar bilan munofiqlar san iymon keltirishdan bosh tortsa, ularga aytqinki, Alloh menga yetarlikdir. O mening barliq yuklarimni yengillatadi. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Allohga chin ishonchim bilan tayandim. İşlerimni onunğa topshirdim. Sheksizki Alloh menga yordam qilg'uchidir. Mening madadkorimdir. O büyük arshning egasidir. Allohning arshi mahluqotning eng büyüğüdür. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.